Yotishdan oldin bitta choy qoshiqda sedana ichib yotaman. Bu bomdod namoziga uxlab qolmasdan. Ichyapsiz-ku. Siz bir mahal ichasiz xolos. Yetadi, o'zi shunda ham energiyang ko'p. Shunda ham uxlatolmayapman seni. Hozir men ichib olay Muhammadjon, iltimos. Sizga mana shuncha beraman. Bismillah. Shifo. Shifo, ofiyat. Endi men ichib olay. Ofiyat bo'lsin. Kuchi ko'p, tinmaydi. Kasal bo'lsa dori ichmaydi. Sedana ichadi. Endi ayasi ichadi, bir choy qoshiq. Ertalab bomdodga yaxshi turish uchun, turganda ham ezilmasdan, siqilmasdan, yana uxlab olgisi kelmasdan normal turish uchun bir choy qoshiq ichib oladi ayasi. Bismillahirrohmanirrohim. Ofiyat bo'lsin. Ana biz akulamiz bor. Tikib qo'yganmiz hamma yog'ini, yetilib ketdi. Ketdi endi kirib yotamiz. Kimga ertalablari charchoq, holsizlik bilan turayotgan bo'lsa, ishdan kelib ham hech nima ishga yaramayotgan bo'lsa, faqat divanda yotib olayotgan bo'lsangiz, kunduzlari ham bo'shashi bilan yurgan bo'lsangiz, bemalol qora sedana iching. Hozir ochib beraman, qattiq qiyin. Bolam qattiq ushlayaptir. Men qora sedana agar sizni saharingiz har kun ertalab turib tekshirganingizda 10, 11, 15 gacha bo'lib ketayotgan bo'lsa, qora sedana ichib yotsangiz, ertalabga 5:30, 6 bilan uyg'onasiz. Agar sizda hayz siklik buzilib, o'zingizni yomon his qilayotgan bo'lsangiz, hayz siklingiz normallashadi, klimaks yengil o'tadi. 2 qat bo'lmayotgan bo'lsangiz, qora sedana ichib yursangiz 2 qat bo'lasiz. Homilador bo'lsangiz, qora sedana ichib yursangiz, bola tushib qolish xavfi kamayadi. Qora sedana ichsa bola tushib qoladigan gap bekorchi gap, din dushmanlarining gapi. Qaytanga bolani mustahkam qiladi, bachadonni mustahkam qiladi. Bolaning miyasi yaxshi ishlaydi. Doimiy ichib yursa osongina tug'ib oladi. Tavsiya qilaman, qora sedana ichinglar. Agar sahr kasallik bo'lsa, sahrni tushiradi. Qon bosimingiz baland, qoningiz quyuq bo'lsa, qon bosimingizni me'yorlashtiradi. Bosh og'riq, migrenlar, epilepsiyalar hammasiga davo bo'ladi inshaalloh qora sedana. O'limdan boshqa hamma dardga davo. Bunga asal, zaytun moyi qo'shib 40 marta Yasin surasini jonli o'qib ruqiya qilganmiz. O'zbekiston bo'ylab hamma joyda dastavkamiz bor.